براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish ilanıdır. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşrikler! Yeryüzüde halıgınınlaça 4 ay yürünglar. Bilinglar ki sizler Allah'tan qeçip qutulanmaysizlar. Bilinglar ki Allah kafirlarni xar qilguchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan ilandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Eğer küfrüdün tevbe qilsanglar, bu sizlerge gumrahlıkta ketiverishden yaxşıdır. Eğer İslamdan yüz öğürsanglar, bilinglar ki Allah'tan qeçip qutulalmaysizlar. Kafirlarga qattiq azap bilen bisharat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Ama müşrikler içideki sizler bilen muahide tüzüşken, muahidige hiç qandaq xilaflık qilmagan, sizlerge qarşı hiç qandaq adamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilen tüzgen bu muahidige onun vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Şübhisiz ki Allah taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish haram qilingan aylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Allah tavba qilguvchilarga eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Eğer müşriklardan birer kişi senden amallık dilese, ta ki o Allah'ın kalamını, yani Kur'an'ı anlaganga, yani fikir kılıp onun hakikatigi yetkenge kadar onunla amallık bergin. Andın o iman etmesa, onu cini, meli aman tapadigan jağı yetkizip koygan. Bu şunun için ki ular
İslam dininin hakikatini bilmeydiğin kavimdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ın ve onun peygamberinin karşıca ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandaqmi muahidi degan narsa bo'lsin. Ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Rabbidan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni yaxshi ko'rdi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandaqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni ig'izlarida xo'sh qiladi. Dillarda va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ın ayetlerini dünyanın mal mülklerinden erziməz narsalarga tegishdi. Kishilarni Allah'ın yoludan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Ular mu'minlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshqichilardir. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni tafsiliy bayon qilamiz. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayiblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey mu'minlar jamiyasi, ahdi berganda ichgan qasamini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar,
qo'rqishinglarga Allah eng loyiqdir. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Ularga urush ichinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan mutlaq g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli berdi. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Hem ularni dillardagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xalqan odamni tavbaga muvofiq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allahning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilolmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Müşrikler özlerinin küfrünü iqrar qilib turug'liq, Allah'ның masjidlarini avad qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular devzaqda qoladi. Ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini avad qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'ның masjidlarini faqat Allah'a ahiret günüge iman etgan, namaz ötügen, zakat bergen, Allah'tan başqadan qorqmagan kişilerle avad qildi. Yani mescidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qildi. Ayni shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'z tutildi. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sizlar hacilani su bilan ta'minlashni, masjidi haramni avad qilishni, Allohga oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning qilgan amallariga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishkichilardir. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Rabbi ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlar bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishdi. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Eğer atalarınla, qeyrindaşlarınla imandan küfrünü artıq görsə, küfrüdə məhkəm tursa, ulanı dost tutmanlar. İçinladın kimləki ulan dost tutudiken, ula zalimlardır. Yani ulağı oxşaş müşrikdir. Çünkü müşriklikke razı bolğan adamı müşrik hesaplanıdır. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aytqin ki, eğer sizlerning atanglar, oğullarınla, qeyrindaşınla, xotunlarınla, urug' tuqqanlarınla, hem de ulardan başqalar, tapqan pul mallarınla, aqmay qilishidin qo'rqqan tijoratingla, yaxshi ko'radigan uylaringla, sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri kelgich kutinglar. Allah fasıq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegirasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilchi asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Andın Allah payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kafirlarni o'ltirish va asir ilinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Shuningdan keyin Allah xalqan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey müminler! Müşrikler Allah'ını inkar qilganlıkları üçün faqat necizdir. Muşi yıldan, yani Hicriyenin 9. yılıdan keyin ola Mescid-i Haramga yıqinlashmasin. Yani hac qilmasin, ömrü qilmasin. Agar sizlar ey müminler müşriklarning haramga kirishdan man'iy qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Allah xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga iymon etmaydiganlar bilan Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydigan va haq diniga, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Nesaralar Mesih, yani İsa Allah'ın oğludur dedi. Bu ularning ağzıdaki delilsiz sözüdür. Ularning sözleri ilgiriki kafirlarning, yani müşriklarning farishtalar Allah'ın qizlaridir degan sözlerge o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsin ki Allah'ın balası yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan batılga burilib, ular qandaqmi Allah'ın balası bor deb Allah'ga yolg'on chaplaydi. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ula özlerinin Hebrilerini, rahiplerini, Yahudiler bilen Nasarlılarının dini başlıklarını, ölüm ağlarını ve Meryem oğlu Mesih'ni ma'bud kılıp aldı. Halbuki ula peygamberler arkalık fakat bir ilahqa ibadet kılışkı buyurulgan idi. Onundan başka, yani alemlerinin Rabbi Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Allah ulanın şirk keltirgenlerden paktır. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ula yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın nurunu yani İslam dinini eğizleri yani yalgan yavudak bühtalar bilen öçürmekçi buludu. Allah öz nurunu üstün kılmay kalmaydı. Kafirler bunu yaman köygen takdirdi mi? هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah hak din, İslam'ni barlık dinlerden üstün kılış için özünün peygamberini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni toluk hidayet ve hak din bilen evetti. Müşrikler onun üstün buluşunu yaman köygen takdirdi mi? يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey müminler! Hebriler ve rahiplerden, Yahudi ve Nasara ulemalardan nurgunları kişilerin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosudu. Altın kümüş yığıp, onu Allah'ın yolunda serp kılmaydıganlığa dövzakta buladıgan kattık azap bilen bişaret bergin. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. O günde yani kıyamet günü de o altın kümüşler cehennemnin otuda kızdılıp onun bilen ulanın peşanaları, yanları ve dümbülleri dağılınıdı. Ulağa bu silenin özün laf için yıkan altın kümüşünla sile bu mal dünyalarınladaki Allah'ın hakkını ada kılmadınla yıkan altın kümüşünlanın vabalını tetinla değildi. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Şübhisizki asman ve zemin yaratılgandan tartip qamari aylarning soni Allohning dergahida 12'dir. Ulardan 4'i, ya'ni Zulqa'ida, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan aylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 ayda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu aylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Allah cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon salmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'iy qilgan ishlardan cheklanish bilan Allah'tan qo'rquvchilarga Allah'ning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayni arqaga surish, ya'ni urush harom qilingan ayni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrini ziyoda qilishdir. Buning bilan kafirlar ozdiriladi. Ular Allah harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni 1 yil halol qilsa, 2-chi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Allah harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey müminler! Sizlarga Allah'ның yolida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi? Dünya hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allah har narsaga qodirdir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Eğer sizler Allah'ın peygamberge yardım kılmasanlar, Allah yardım kılıdı. Allah hakikaten onunla yardım kılgan idi. Öz vaxtida kafirlar onu Mekke'den haydab çıkargan idi. Onunla fakat bir kişi, yani Ebu Bakr Sıddık hamrah idi. Aynı zamanda o ikisi gardı idi. Resulullah hamrahiga gam qilmag'in, Allah hakikaten biz bilan billa deydi. Allah onunla, yani peygamberge xotirjamlik bag'ishladi. Onunla farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kafirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini past qildi. Allah'ның sözü üstündür. Allah mutlaq g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler camiası! Sizler yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma holda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Eğer ularning da'vat qiling'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hal safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana ergishib g'animat elish maqsadida chiqatdi. Lekin bu araliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan özleri halak kılıdı. Allah biliyor ki ular şek şübhisiz yalgancılardır. Afallahu anke lima azinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve ta'lemel kâzibin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni keçirdi. Özürüsüde rastçılar bilen yalgancılar sana eniq bolmagıça nemişke ulağa çıkmaslıkka ruhsat berdin? La yesta'zinukellezine yu'minune billahi vel yevmil ahiri en yucahidu bi amwalihim ve enfusihim vallahu alimun bil muttaqin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret günüge iman etadiganlar senden malları bilen ve canları bilen cihad kılışka ruhsat sorumaydı. Allah takvadarlan obdan bilidi. İnnemâ yesta'zinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden fakat Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiganlar dilleri da Allah'ın birligiga ve senin peygamberliginge gumanı barla ruhsat soraydı. Ular öz gumanı da tınırqap yürüdü. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
وقيل اقعدوا مع القاعدين. Eğer ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni selib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eğer ular sizler bilen birlikte çıkan bolsa, aranglarda fitne fasatını köpeytetti. Aranglarga bölgünçilik silish üçün çoqum suxanchilik bilen şug'ullanatdi. Aranglarda ular üçün tinglaydiganlar bor. Allah zalimlarni, yani munofiqlarning ichi teshini obdan bilguchidir. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. İlgiri ula ta ki Allah'ның yardımı kelgenge, Allah'ның dini üstünlük kazanğana kadar hakikaten bölgünçilik selişqa urunğan. Sana heyli mekirlerini işletken idi. Halbuki ula mundaq boluşini, yani dininin üstünlük kazanışını yaman görgüçülerdir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ulanın arasında Mana, yani mening jihadga chiqmay qilishimga ruxsat qilgin, meni balaga giribda qilmagin, yani Rumning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmagin deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng balaga giribdar bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Eğer sen birer yaxşılıkka erişsen, ulanın köngli yerin boludu. Eğer sana birer musibet gelse, işinin aldığını ağan ikenmeyiz deyişip hoşal qaytışıdı. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Aytqin ki, bizge faqat Allah'ның taqdir qilgan narsasi yetidi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allah'a tevekkül qilsin. Yani mu'minlar hamma ishini Allah'a topshirsin. Uningdan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. Aytqin ki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zinglarga kelganini kutinglar, bizmi albatta o'zimizga kelganini kutaylik. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ
إنكم كنتم قوما فاسقين. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilishinglardan qat'iy nazar sizlardan hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ularning bergen nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xo'sh yoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mal mülki ve avladı seni eceplendirmesin. Allah ularni bu dünyada şu nesile bilen azaplaşını ve ularning kafir peti can üzüşünü irade kılıdı. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Ula biz çokum silerden, yani silerge okşaş Müslümanlarımız dep Allah bilen kasem içidir. Ula silerden emez. Lekin ula ziyan zahmetke uçuraştan korkup ağzıda Müslüman boğan korkunçak kavimdir. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Eğer ula birer korgan yaki gar ve yaki gemini tapsa idi, ula şu tarafga qarab elbette yugurishgan bo'lardi. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning ba'zisi senin sadiqa ve ganimetlerini taksim qilishingni ayıplaydi. Ulağa onundan berilse hoş buludu, berilmese xafa bo'lishidi. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Eğer ula Allah'ның ve Allah'ның peygamberinin ulağa bəginiga razı bolsa ve Allah bizge kifoya qiladi, Allah ve onun peygamberi bizge öz fazlidan ata qiladi. Biz hakikaten Allah'ның fazlini, ihsanını ötünüp soruğucularmıyız dese, elbette ula üçün yaxşı bulatdı. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat fakat pekirlarga, miskinlerge, zakat xadimlarga, dillerini İslam'a mail qilish ko'z tutilganlarga,
qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga pul mollaridan ayrilib yo'lda qolganlarga beriladi. Bu Allohning belgilemesidir. Allah bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganligidan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostli mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Bu münafıqlar kimiki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik ko'rsatadigan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Münafıqlar özleri toğrısıda birer sure nazil bolup, ularning dillerdikini, yani nifaqni mu'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xoliqininglarcha masxir qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Allah cho'qim oshkor qiladi. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen ulardan mesxir qilganligi to'g'risida so'rasang, ular biz rost emas, faqat ish-pushqi qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degin. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etqininglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kafir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni
günahkar bolğanlıqları, yani münafıqlıq bilan günahni davamlaşdırğanlıqları üçün jazalaymiz. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Münafıq ərlər bilən münafıq ayollar münafıqlıqda və imandan yıraq bolışda bir-biriga oxşaydı. Ular yamanlıqqa buyuruydu, yaxşılıqdan tosudu. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah münafıq ərlərə, münafıq ayollar və küffarlarga dövzəxni vəd qildi. Ular dövzəxdə məngü qalıdı. Dövzəx ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ular məngülük azobga duchor bo'ladi. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ey münafıqlar! Sizlərning halinglar sizlərdən burun ötkenlərə, yəni halak bolğan ümmetlərinin halıga oxşaydı. Ular kuch-quvvatda sizlərdən güclük, mal-mülki və avladı sizlərninkiga qaraganda köp idi. Sizlərdən burun ötkenlər dünyanın lezzetleri cihetdeki nisivisinden bəhrəmən bolğandək, sizlərmu dünyanın lezzetleri cihetdeki nisivənlərdən bəhrəmən boldunlar. Ular batılğı çümgendək, sizlərmu batılğı çümdünlər. Əni şularning yaxşı əməlləri dünya və ahirette itibarsızdır. Əni şular ziyan tatqıçılardır. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ulardan burun ötkenlerinin Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin, kömtürüp etilgen kışlaklarının, yani Lot aleyhisselamның kavminin kışlaklarının haberleri gelmedi mi? Ularga peygamberleri mucizelerini elip geldi. Bu mucizelerini ular inkar kıldı. Allah ularga zulüm kıygını yok. Lekin ular kafir buluş ve günah kılış bilen özleri zulüm kıldı. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mümin erler, mümin ayallar bir-biri bilen dosttur. Ular kişilerini yaxşı işlerini kılışkı buyuruydu, yaman işlerden tosudu. Namazni toluk ada kılıdı. Zakat berdi. Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılıdı. En şulağa Allah rahim kılıdı. Allah hakikaten mutlak galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah mümin erler ve mümin ayallarga astidan östanglar iqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamish turadigan jannatlarda güzel joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey peygamber, kafirlarga ve münafıklarga karşı cihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch silish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy? يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Ular, yani münafıklar, hiç nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qildi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. İslam diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishqa oshmaydigan ishni ishqa oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rishi faqat Allah'ның ve onun peygamberinin ularni öz fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Allah ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beratdiq, albatta yaxshilardan bo'latdiq deb Allohga ahd qildi. فلما آتاهم من فضله
بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Allah ularga öz fəzlidən ata qıyğan, yəni bay qıyğan çağda bexillik qilishdi, yəni əhdini buzub Allahqa və Allah'ın peyğəmbərə itaat qilishdən yüz örüşdü. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Ula sadiq qilimiz, yaxşıladım bolimiz deb Allahqa bergan əhdisiga xiloflik qilganliklari, imonini, ihsonini da'vo qilishdiki, yolg'onchiliklari uchun Allahqa muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tatib turishini Allah ularning oqibati qildi. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Allah'ın ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarini bilib turadiganligini, bütün g'ayblarni chunqur biladiganligini ular uqmamdi. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qilg'uvchilarni taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qilg'uvchilarni ayblaydi. Ularni masxir qiladi. Allah ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ola yani münafıklar üçün meyli mağfiret talep kıl, meyli mağfiret talep kılma bərabər oxşaş. Ular üçün 70 qitim mağfiret talep kılsan mı, Allah hergiz ularını mağfiret kılmaydı. Çünkü ular Allah'ni ve Allah'ın peygamberini inkar kıldı. Allah fasık kavmini hidayet kılmaydı. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Resulullah'a xilaflık qilib, Tabuk g'azotigi chiqmay qiyib qolganlar, ya'ni munofiqlar uylarida baxirmon o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allah'ning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, cehennemning o'ti teximi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'ilsin.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Agar Allah seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga elib borsa, ular ikkinchi bir g'azatga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azatga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bahraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azatga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning arasından o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagan. Dafni qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmagan. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq olti bilan o'ldi. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning malları ve avlatları seni acaplendirmesin. Allah dünyada bular arqılıq ularni jazalaşni, ularning kafir feti can üzüşini irade kılıdı. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Birer sure nazil kılınıp, Allah'a iman etinglar ve Allah'ın peygamberi bilen birlikte cihad kılınlar deyilse, ularning arasidagi maldarlar senden g'azatdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azatga chiqmay uylarida bahraman o'ltirg'uchilar bilan birga bo'layli deydi. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ular öylərdə qalğıçılar, yəni ayollar, kesellər və acizlər bilən birlə bo'lishqa razı bo'ldi. Ularning dillari pechatlendi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ayni shular ikkili dunyoning yaxshiliklariga nail bo'ladi. Ayni shular maqsadga yetguchilardir. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah ularga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. A'rabilardan özürü bayan qılğıçılar cihatqa chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. İmanni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihodga chiqmadi. Ya'ni A'rabilardan yana bir turkumi jihodga mı chiqmadi? Özürü bayan qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Acizlar, yani yaşanğan boğaylar, keseller, cihatqa chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, cihatqa chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Yana mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir ki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Özleri bay turib jihodga chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar ayblanish kerak. Ular cihatga chiqmagan ayollar, kesellar, acizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azatidan qaytib kelgan chig'inlarda ular sizlarga g'azotdan qaytib qolganliklari to'g'risida o'zri bayon qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga o'zri bayon qilmanglar, sizlarga ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Allah ve onun payg'ambari sizlarning amalinglarni ko'rib turdi. Ondan keyin yo'shirun ve oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degan. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ula yani münafıqlarning yeniga qaytib bağınыңlarda ula sizlarning ularni ayıplamaslikinglar uchun
yolg'on o'zirlar bayon qilib, Allah bilan qasam qiladi. Ulardan yüz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning bordigan joyi jahannamdir. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Sizlarning roziliqingizga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. A'rabilarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Allah payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. A'rabilardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni jarimon hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Allah hammani anglab turg'uchi, hammani bilib turg'uchidir. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. A'rabilarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hammeden ilgiri iman etgan muhacirlar ve ansarlardan yaxşılık qilish bilan ularga ergashganlardan, ya'ni tabiinlar ve qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah razı bo'ldi. Ularmu Allah'tan memnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'z tanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Etrafınlarda A'rabilardan münafıklar var.
Medine ahalisidan mu munofiqlikda ching to'g'anlar bor. Ularni sen bilmaysan. Biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda qabr azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni davzax azobiga qaytariladi. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zra aytmadi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularning mallarının bir qismini sadaqa hisobida olgin ki, uning bilan ularni poklag'aysan. Yaxshiliklarni ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Alloh hammani anglab turg'uchi, hammani bilib turg'uchidir. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Ular, yani tavba qilg'uchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tavbani bakmi qabul qiladiganligini, eng mehribon ekanligini bilmamdi. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularga aytqin ki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amallaringlarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rib turdi. Yoshurun va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Yana bir qism jihad chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Alloh ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvofiq qiladi va mag'firat qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Bazı kişiler müminlerge ziyan yetkiziş, küfrünü küçeytiş, müminlerin arasını parçalaş, Allah'a ve onun peygamberiga karşı durgan adam, yani Abu Amir rahibning kelişini kütüş maqsadida masjid bina qildi. Ular
biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qiladi. Allah guvohlik berdi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. O mescitte mengü namaz okumagın. Birinci günden tatipla taqvo asosi qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uchilarni yaxshi ko'rdi. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Dinning binasini Allah'ның taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki yiqilay deb qolgan yarning girvikiga qurib, o'zimi uning bilan birga davzax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Ta ki ulanın yürekleri par bulup ölmügice, ulanın salgan mescidi, yani mescidi zirar, dillerdeki guman münafıklıkның yıldızı bulup kılıyverdi. Allah hemmini bilip durğucudur, hikmet bilen iş kılgıcıdır. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Şüphesiz ki Allah müminlerden ularning canlarını, mallarını ularga cennetni berip setip aldı. Ular Allah'ның yolunda uruş kılıp düşmanlarını öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihat kılıp şehit boludu. Cihat kılgıcılarga cennetni va'da qilish Tevrat'ta, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılıngan Allah'ның rast va'disidir. Va'disiga Allah'tan mı bek vapa kılgıç kim ba? Yani Allah'tan mı vafadar ahdi yok. Kılgan bu sodanlardan hoşal bulunlar. Bu zor muvaffakiyettir. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Günahlardan tövbe kılgıcılar, ihlas bilen ibadet kılgıcılar, Allah'a hamd sana etkiçilar, roz tutkuçilar, ruku kılgıcılar, secde kılgıcılar, yaxşı işlarga davet kılıp, yaman işlardan tozgıcılar, Allah'ның belgilemelerine rioya kılgıcılar,
ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, chekilgan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli davzaq ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado-judo bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p oqchekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah bir qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turuvchidir. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Şübhisiz ki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'likni terildirdi, terikni o'ltirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytda ergashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Aynı zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga eng merhametlik, eng mehribandır. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Cihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tortuyilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish
mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qilguvchidir, bandalarga eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, rastçılar bilen birli bulunlar. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Medine ahalisi ve ulanın etrafındaki Arabilarının Resulullah bilen cihatga birli çıkmay qilib qelishi özlerinin aramı bilenli bolup, japada Resulullah bilen birli bo'lmasligi to'g'ri emas idi. Bu, yani ularni cihatga chiqmay qilib qilishdan man'i qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchragan ussizlik, tartgan jafo mushaqqat va ochliq, ularning kafirlarni xafalıqqa saladigan her bir qadami düşmanlar üstüden erişken, ularni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq her bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Allah albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzasidan ularga yoziladi. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Müminlerin hammasının cihatga chiqishi kerak emas. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olimi bo'lib, ular qavmining qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ey müminler! Sizler
özüңlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Ular sizlarni his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allah taqvodorlarga madadkordir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ulanın yani münafıklarının arasında meskır kılış yüzsüdün, bu yani sure kaysınlarının imanını küçeytti deydiğanlar var. Müminlerge keladigan bolsak, her surede yeni delil ispatlar bolganlık üçün bu yani sure ulanın imanını küçeytti. Ula surenin nazil boluşidan hoşal boludu. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dillerde kesel bağla yani münafıklar keldiğen bolsak, bu sure ulanın küfrıga küfür koştu. Yani ula münafıklıkta tehimu ezveyledi. Tehimu gumrahlaştı. Ula kafir peti öldü. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ula özlerinin her yili bir qitim yoki iki qitim sınıldığanlıqını, yani ula doğrusida vahiy nazil bulup, sırlarının paş kılındığanlıqını bilmemdi. Ondan ula tevbe qılmaydı. Yani nifaktan qaytmaydı. İbret mi almaydı? وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Ula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurudaki çağda ulanın aybini acıdığan Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ula birbiriga karışıp, sizlarni birasi körüp kalar mı deyişip tikip etidi. Ula hakikatni düşenmez kavim bolganlığı üçün Allah ulanın dillerini özgertip etdi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ey insanlar! Şübhisiz ki sizlerge öz aranlardan izzetlik, şereflik bir peygamber geldi. Sizlerinin külpet çekişinla onunla iğir tuyuludu. O sizlerge hidayet tepişinlağa heristir. Müminlerge amraktır. Nihayeti köyümcandır. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ey Peygamber! Eğer ula sana iman etiştin yüz öğrese, sen Allah'man küpayi kılıdı, onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Onunla tevekkül kıldım. Yani Allah'a yölendim. Allah'tan başka
hech ahdidan umid kutmayman va hech ahdidan qo'rqmayman. U buyuk arshining Rabbidir degan.